Hürmetli vatandaş, bugünkü liksiyelerimize başlayımız. Liksiyedesi de Gacir Ozi. Washington'da sözlerimiz bugünkü islaha. 2024 yıl 10. ayının 29. günü hafta seyşembe vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatlarida yetib kelgan ve elib berilayotgan saylam. Demokratlar Partiyasining prezident nomzodi Kamala Harris xonim bugungi El-Raid yoki bilet tashlash ahvolida bilet allaqachon tashlandi, hozir bilet tashlash boshlandı. 49. Cumhuriyetçiler Partiyasining prezident nomzodi Donald Trump'ning 48. Demek aralıkta fakat bir sam farkı var. İki nefer Amerika'nın oğul kızı müştereki prezident sayılımında yukarıdaki neticeyle netörgün bilet taşlaşka belki. Ama sayılımı karışık teyyarlık kılıyordu vatandaş. Ondan keyin vaziyetinin ikinci kısmı yani Cungo tarafından aytganda bugün Zhang Xinji'nin haberde nime değildi deseniz vatandaşım. Zhang Xinji mesela onun ekranıda çıkan işgal cümle sözündeyken Xi Jinping hukuk krizisiga duch keldi. Cungo Teşviqat bölümü Xi Jinping'e şahs to'qinishni amaldan qoldirdi. Zhang Xinji 10. ayının 29. günü. Bugün Çin Poku'nun olamga nazar torbitida yoki video film torbitida o nima dedi hozir? Cungo Teşviqat Ministerligi. Xitoy Shanchuan bu deydi o. Teşviqat Ministerligi Merkezi Harbiy İşlar Komitetining reisi degan gapni og'izdan tushirib qo'ydi deydi. İkincisi o'zi pilallab yoki o'zi rejissorlik qilib, o'zi qo'mondonlik qiladigan degan shundaq bir ibora ve medyalaşı amaldan qoldirdi deydi. Üçüncüsü Xi Jinping'nin bir tutash o'rinlashtirilishi, ya'ni Xi Jinping'nin harbiy ishlar qurilishi ideyasi deydigan shundoq 3 ibora tasviri yoki maqtash xarakterlik ibora hozir tashviqot o'rinlarining og'zidan tushib qoldi deydi. Şundan qaraganda ish murakkabdek kelyapti vatandaş. Bunun murakkabligi anda ixtiyoriy torbetlarda birisida nima debdi desangiz, ya deydi birisi. 12 yılda bir imperiyani og'dirib tashlash. Ya'ni 12 yılda bir imperiyani halokatga elib kelish. Qaltis deb yezibdi birisi. Bu yerdeki 12 yıl degan so'zning ma'nosi nima desangiz? Xi Jinping hozir hokimiyat o'rniga kirib kelgili hesapda to'g'ri 12 yıl bo'ldi vatandaş. Shu nuqtadan aytib hozirgi Jungoning ichki vaziyatiga nazar tashlab va tahlil qilish asosida shundaq degan bo'lsa kerak. Mayli bular hazil chaqchaq bilan shundaq degan bo'lsin, mayli rostdan shundaq degan bo'lsin. Demek bu qatim şu darajaga yetgan yoki Jungoda imperiya halok bo'lish yetib kelgan bo'lsa, haqiqatan 12 yil ichida bir imperiyani halokatga elib keldi. Deganlik bo'ladi vatandaşa. Bizning oramizdami yana shunday kishilar boya vatandaş. Var yo'q 8 yilda Uyg'ur davosiga so'q sepish va shundaqlar bar yo'q 8 yilda Xitoy Kompartiyasi bilan birlashib Uyg'urning jazo lageri qurishiga yordam berish. Shuni bilan oxirgi hisobda bu qatim saylamda ko'rdingizki vatandaş sus, kayfiyat sus. Demak, chet ellardagi Uyg'ur jamoati bu qatim saylamning nimadan derak berganligini tushunib yetdi vatandaşım. Anda bu qatim saylamda o'tirg'i chiqqan bizga tarafdan hujum keldi. Qo'lga almoqchi bo'ldi, yo'limizni to'smoqchi bo'ldi, tahdid soldi deb bekadimikaga jim to'g'an Uyg'ur jamoatiga tahdid qori chaplab tuhmat qilib
Ahir Daesh degan bir o'yinni o'ynab chiqdi. Hozir qo'limda material yo'q, bu to'g'rida material boshqa yerda qilib qoldi. Buni garchi Uyg'ur degan gapni ishlatmasam-u, Daesh degan gapni ishlatdi vatandosh. Ayni chaqda Xitoy hukumati boshqa bir davlat bilan birlashib o'tirish sharqda 20 ming Uyg'urni Suriyaga kelibmi, Uyg'urlarning xalqaro jamiyatda terrorist degan gapni degizalmagan edi. Shundaqla Xi Jinping hokimiyatga 5 yilga chiqib, 12-yildan boshlab 8 yildek Uyg'urlarni bostirib ham uni qoralab, terrorist deymiz, degizimiz deb shuncha harakat qilib xalqaro jamiyatga shundaq degizalmagan edi. Oxiri 2021-yili 1-oyning 19-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo dediki, hozir Xitoy yoki Jungo hukumati Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida Uyg'uristonda irqiy qirg'inchilik bilan shug'ullanyapti dedi. Bugun yetib keldik. Nima deymiz do'stim, bu ishlarga nima deymiz? Masalan, hozir meni mush ishga tushgandan beri mush ideya jihatda chirmab bir ahvolga degandek. Shundaq bir kelib qoldim, men desam, hozir gapimni nima topolmayapman mushaq vatandosh. Yaqinda Hindiston bilan Jungo o'tirisida ajoyib bir yo'l qo'yishu yo'q, qo'l elishishu yo'q. Kulki chiroyi bilan bir-biriga munosabat qilish boshlanib ketdi. Bir haftaga yetmagan vaqt ichida Jungo kompartiyasi Jungo Hindiston chegarasida Juvan deydi. Xitoycha bu Juvan degan so'zingiz 90 ming degan gap. Aning kayindan keldigan 90 ming kvadrat kilometrmi yoki 90 ming kvadrat metrmi? Men bu shuni anqaramadim, kechiringlar. Xitoycha biladiganlar ko'rgansizlar bu chaqqa. Mushundaq bir parcha zaminni Hindistonga beribdimish. Bu zaminni Hindiston qaysi tarafdan berdi? Bu xabar yo'q, men ko'rmadim, boshqalar ko'rdimi qanday vatandosh? Bu zaminni Tibet tarafdan yoki Tibet Hindiston chegarasi tarafdan yoki Jungo Hindiston chegarasi tarafdan, endi uning Ladakning bir qismi Uyg'uristonda. Ana Ladakda o'tganda Oqsaychin mushu chegaralar Hindiston bilan tutishdi. Mushu bir hafta ichida qo'l qo'yishib, imzolashib, degidek Juvan 90 ming kvadrat kilometr deydi. Ko'rdingizmi? Mushu zaminni Hindistonga berib etdi deydi. Lekin uning kayindan keldigan inchga siz tafsili o'ylasangiz, sizning tasavvuringizga bizning tasavvurimiz kelib turadigan paket olmasımdaki gumani fikirlerde eşsiniz vatandaş. Ben dedim bu Hindiston Jungo chegarasida shundaq bo'ldi deb. Buni to'g'risi maxsus yozilgan bir parcha maqol borken bugun ayat boshqa yerda kompyuterimda qolib qoldi, kechiringlar vatandoshlar. Men o'tgan sizlarga degandim, men buni gumon qilishga bo'lamdi degandim vatandoshim. Yani qandaq deganda biz o'zimiz ishlayotgan ishlar ya o'zimiz masala bo'lib turgan masala sifatida Uyg'urlar masalasiga qanday qaraydi xalqaro jamiyat deb shunda o'ylagan vatandosh bu 90 ming kvadrat kilometr zaminni Hindistonga berib etdi degan gap Tibet shu yo'l ochibadi deganlikmi? Dalay Lama'ning kirishiga yo'l ochibotidi deganlikmi? Shunda qildi o'zimda sezgis fikr olsin. Mesela siz alırsanız dedik, Dalay Lama qaytidi dedik, bunu biz dedik. Biz deyishdan avval Mike McCowell bu qatim Dharamsalani ziyorat qilganda 6-oyning 18-kuni Dharamsalada shunday dedi. Tibet Dalay Lama qaytidi dedi. Men sizga savol qo'yay, Dalay Lama Tibetga qaysi yo'l bilan qaytidi? Qaysi yo'l bilan? Masalan, hozir Amerikada men bir yoq qo'zg'aldi degan yerni bilmadim. Dalay Lama hozir Amerikada. Bu qaysi yo'l bilan qo'zg'aldi Tibetga masalan? Beijing orqali Lxasaga boramdi. Yoki Hindiston Yangi Dehli orqali Lxasaga kelamdi. Yoki ayni chaqda 1959-yili 13-oyning 10-kuni
Hindistan chegarasidan, Himalaya tağlarından olqib o'tib, Dharamsalaga kelgandek at, eshak, qechirlarga minib, ya'ni shu yo'l bilan Lixosaga qaytamdi. Burunda bilgili bo'lmaydi. Chunki 90 yosh kirib qolgan odam endi at ustida o'ltirolmaydi vatandashim. Demak, mening hozir kallamni kirvog'ini, shuni kechiringki, meni hozir chegarada bu ishlar yuz berdi. Chegarada yo'l qo'yish yuz berdi. Chegara echib etildi desangiz bo'ldi hozir. Chunki armiyasi chekindi, Hindiston armiyasi chegaradagi to'qinish bo'layotgan rayonlarda chekindi. Demak, chegara echilib ketdi degandek bir xabarda bu vatandosh. Dal shu vaqtda sizni bizni gumonga soldigan bir nuqta nima desangiz vatandoshim? Chunki 7 doimiy hay'atning birisi Van Xuning degan bu yaqinda 24-kunidan 21-kunidan 24-kunigacha Qashqar Xotanni ziyorat qildi vatandosh. Endi buningda gap nima, ma'nosi nima? İqtisod to'g'risi millatlar ittifoqligi, millatlar sing'ishish o'rtaq gap, quruq gap. Hamish da'vatga ish, hamish ijro qilayotgan ish qayta takrorlanmasin ikkinchi gap. Buning mushu vaqtda, dal mushu kunda Hindiston jungo chegarasini chekinayotgan, askar chekinayotgan mushu kunda uni go'kirab Qashqar Xotanga berishi nima vatandashim? Yaqinda Dalay Lama qaytib keldi Lixosaga. Şuna Qashqar Xotan jim turishing kerak, harakat qilmasliging kerak. Birat tastaq chiqarib qo'ymasliging kerak demoqchi. Maqsad shu. Maqsad shuning uchun o Qashqar Xotanni ko'zdan kechirdi. Men shunday deb turay, keyin buning amaliyatini ko'ramiz vatandashim. Anadaki shu nima bilan Van Xuning borgan shu vaqtimi? 22-kuni masalan Wang Xiaohong. Wang Xiaohong degan bu kishimi Urumchida vatandosh o pul to'g'riliq gap qildi. Gap undoq emas, ham Wang Xiaohong ham Van Xuning Hindiston jungo chegarasida askar chekindirish boshlangan shundaq vaqtda Qashqar, Urumchi, Xotan taraflarda bularning mengib yurishi nimadan derak berdi? Hozirgacha bu 90 ming kvadrat kilometr zaminni Hindistonga berib etdi degan xabar o'tirg'i chiqqanda yoki Xitoyning mushu sonliq sifirida chataqvo yoki men tushunmay qoldim, mushu nima gap bu deb vatandosh. Hindistonga berib etdi deganda agar mushundaq Dalay Lama qaytadigan, mayli Hindiston orqali vatanga qaytadigan ish bo'ladigan bo'lsa, buning ta'siri nima? Hozirgacha men sizga aytdim. Xitoyning millatchilari va Xitoyning vatan ichidagi millatchilardan boshqa vatan sirtidagi millatchi ziyolilari eg'izga ilib boqmadi bu omillar. Hozir nima Amerika ovozining Xitoy til programmasining bir maxsus taklifli kapturi vardı. Şunun yazgan bir parça maqolasi varken şu maqolada nima debdi deseniz, bu yerda Amerika omili var debdi. Amerika omili var deganda so'zlab kelib, buni demoqchi bo'lgan Amerikaning besimi var. Mayli Hindistonga, mayli Jungo Amerikaning besimi var degan so'zni so'zlab kelibdi. O'sha yerda qolib qoldi, kechiringlar, menga keyin to'liqlab so'zlaymiz-ku. Hozir mushundaq ahvolda bizning da'vo ishlarimiz qayerga kelib to'xtadi vatandosh? Hozir passiv. Bütün dünyadagi Uyg'ur jamiyati passiv, bu qatimqi saylamqi passiv muomalada vatandosh. Shunda turdi. Endi ularni men sizga bugun buni sizga so'zlab etdim. Ening paketim bilan qo'yib turib ayrim so'zlashim kerak yana. Ayrim so'zlashim kerak. Andim. Yani birisi 9-ayning 28-kuni. Siz buna diqqat qiling, vatandosh. Markaziy komitet siyosiy byuroning yig'ini ochildi Beijingda. Bu yig'inda nimalar deyildi, nimalar qaror qildi, uni qo'yib turaylik. O'ttirib qo'yilgan bir shuardan hozir bütün Jungo jamiyati ham chet ellardagi Jungoliklarning o'zi tahlilga, analizga tushib ketdi. Bu o'ttirib qo'yilgan so'z nima desangiz Xitoycha 4 xat. Ning, shang, ning, xia. Bu deganlik amal tutib yuqoriga o'rlisangmi bo'ladi. Gezi kelganda amal tutib tuvanga tushsang, amaldan qolsangmi bo'ladi. Asosan qarpayim tarjimasi shundoq.
Yukarıga mı örleyeleysen, tüvenge mi düşeleysen, sen şundak kadr oluşun gerek. Demek bu meselenin 28. günü çakırılgan, şu meselenin çakırılgan siyasi büronun yığındı bu gap. Reis Xi Jinping'in ağzından çıktı mı veya ki başka siyasi büro azalarının ağzından çıktı mı? Bunu ben bilemedim. Lakin bir haberde Xi Jinping üzü oturup koydu deydi. Üzü oturup koydu degeni o zaman bir yerde nemi gap vatandaş demek üzü mecbur oldu, üzü şeye geldi degen gap. Demek bu bir sen üstü hukukta amelde yukarı örlüsen buludu, hukukta amelde tüvengi düşsen buludu degen söz. Üzüge kartılgan bolsa, şu aralıkta Reis Xi Jinping vazifeden kalamdı, yaki tüvengi düşemdi. Bana bu sualının kayında kilovatkan sual vatandaş. Yani bunu koyup durum, yana bir özgürlük demediyseniz, 3. umumi yığın esas kaydı boyunca ötken yılı 2023 yılı 11. ayda etçiliş gerek idi. Keçikti. Bu yıl 2024 yılı 9. ayının 15. günü açıldı vatandaş. Ben tekrarlap geldim sizge neyim dedim. 7. ayının 12. gününden başlap. Mesela Prezident Joe Biden Tibet meselesini hal kılışını ilgili soruş kanuna imza koygan günden başlap Cungu'nun işki kısmındaki vaziyet patparak olup gitti dep sözlep geldim vatandaş. Onu koyup durayla yani 9. ayının 15. günü gelgende 3. umumi yığın 20. nöbetlik 3. umumi yığın açıldı. Bugün şu anda 4. umumi yığın. Esli kaydı boyunca 10. ayının ahırdamış. Bugünlerde, tünügünlerde açılış gerekken tok. Açılmadı. Keçiktirildi. Birisi dedi 12. ayda açıldı o dedi. Hazır birisi dedi bu 11. ay içinde açılışı mümkün dedi. Kaçan açılışla koyup duraylı? İnsanlarda olsun vatandaş 89. yılı Tiyanmen'de vaka yüz verip esli umumicigin keşrek yani 9. 10. aylarda açıldığın 10. umumicigini 6. ayının ahırda açıp şu vaktki Cungu'nun sekreteri Zhao Ziyang degenini emelden elip taşlap onu Mirza makka algan idi vatandaş. Hani şu Mirza makka algan idi. Muşunda işler yüz bergen, endi bu katim 20. nöbetlik 4. umumi yığın kaçan açıldı. Mesela tünügen 9. ayının 28. günü açılgan siyasi büronun yığını da hem palanı vakit de vakitini bükitmekti. Keçiktirildi degen gap mi yok. Lakin açılışı gerek boğa 10. ayının ahır tügü de eti orta 10. ayı vatanda. Tünügen biz neyim dedik? 11. ayda Cungu'da intayin zor özgürlük buludu dedik. 11. ayga kirib keldik mana. Evvel bu özgürlük, dünya ve özgürlük Amerika Qo'shma Shtatlarida saylam. İntayin ciddi ve intayin çoğun saylam. Şu 11. ay içinde Cungu'da nemi iş buludu degan sual qarta bizden asasımız 10. ayının ahırda açıldığın 4. umumi yığını sen bugün keçiktirdin. 10. ayının ahırda açalmadın. 11. ayda açamsan, 12. ayda açamsan. Bu yığın açılsa onun manisi nima? Tarihteki Zhao Ziyang doğrusudaki iş muşundak yüz veremdi. Muşunda tekrarlandı. Degan sual çıkdı vatandaş. Bu sual muşlak koymuyoruz, tahlilini muşlak kılmıyoruz vatandaş. Vatandaş iş muşlak özgürüp geliyordu dene. Hazır meyeden de ekranda dedi yanı birisi. Bunun su şahıken, su şahımız Ümit Sadası, Xi Jinping gayri alametler yoluktu. Beijing ihtiyat kılışı gerek. Hukuk tartip eliş. Çünkü o da Cungu'dan kaydı 100 bir vatkan hukuk tartip eliş. İşki kalaymakançılık. Cemiyeti tevreş. Ümit Sadası 10. ayının 29. günü vatandaşı. Ende sizlerge söz deydiğin sözümüz, bana meyyede bu sözüm bundak söz değil. Bu mavzu bundak mavzu, Çavuşan armiyasının Rusya'ya yardım berişi de çoğun çıtak çıktı, yaki çoğun iş çıktı. Washington
Beijingni izledi. Muşu doğruda Washington Beijing bilen görüştü deydi. Mavzulu haber 10. ayının 28. gün Erkin Asya, Amerika avazın, Tayvan merkez agentliği, agentlik haber doğruda ilan kılındı vatandaş. Muşu bir mezmundaki haber. Haberde bunda görüştüldü. 5 burcaklık bina Çavuşan, Rusya'ya tahminen 10 bin kişilik askeri kısım evetti. Amerika Devlet Müdafiə Ministerlik Ahbarat Katibi Sabrina Singh haftanın birinci günü 5 burcaklık binada muhbirlığımında görsetti. Biz Çavuşan Rusya'ya 10 binçi asker kısım evetti dep hesaplayımız. O yanımında görsetti. Bu qoşunun köp kısmı Ukrayna çevrasına yakınlap geldi. Nem deyimiz hem de bir yerde Alay şehrinin deyimiz. Mesela Amerika Qoşma Ştatlar Devlet Müdafiə Ministerliği tünügülletin 3000 etrafı degen. Aksaray'mış şundak ifade bildigen Can Karbiyimi vatandaş. Enlikli bügen bir yer Devlet Müdafiə Amerika Qoşma Ştatlarının bayanatçısı Sabrina Singh. Neme deydi 10 bin kişilik kuşa. Bu yaş cidelleşti o vatandaş bu çoğun şok etti o. 10 bin Çavuşanlık. Çavuşan'ın armiyası Rusya kirip Rusya zimmeni tutur. Rusya'ya yardım verip Ukrayna karşı uruş kılıdı o deseniz. Bu baş oldu o. Yana ahır karana Sabrina nem dedi. Eğer biz Çavuşan armiyasının aldığınki sepke ilgiligenligini gördüğün bolsak. Ulanı Ukrayna vuruşu da ortak uruş katnaşıkçı değişik oldu. Demek Çavuşan armiyası halkara bir meydandaki ya bir rayondaki uruş katnaştı degenge. Rusya ile birle katnaştı, Rusya'nı kollap katnaştı degenge. NATO'nun katibi Rot, yeni tayinlengen katibi Rot munda görsetti. Rusya Ukrayna uruşa başlanğandan keyin ölgen, yardar bolgan askerlerinin sani Rusya tarafından 600 binden eşip gitti. Eğer başka bir devlet hemkarlaşmasa Rusya uruşni davamlaştırılmaydı. Yani olma 2 yılga yakın vaqt ötü, 3 yıl kadem koydu Rusya'nın Ukrayna uruşuda tatkan talaptı 600 bin kişi. Yardar boldu, kurban boldu uruşta. Eğer ikinci bir devlet ya üçüncü bir devlet Rusya ile hemkarlaşmışsa Rusya bu uruşta, Rusya Ukrayna uruşu da bitirip duranmaydı. O NATO'nun yeniden tayinlengen katibi Mark Rotte'nin sözü vatandaşı. Yani şu gepler, vaziyetler bugün benim şu. Yani sizge yani bir haberimiz vardı mesela 4. umumyığın yani keçiktirildi. Mavzulu haber 10. ayının 28. günü yeni tanlıklar torbitede ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Yukarıda sözlep oldu kısaca mezmununu müşahediler. Doktaylı vatandaşım bugünkü vaziyetimiz hani şu.